Assalamu alaikum aziz obunachilar. Bu arkadaş Türkiye'den. Türkiye neresinden abi? İstanbul abi benim, İstanbul. İstanbul. Evet. Bu nereye gelmişsin? Burayı yüklemeye geldim, paramı kaybettim, sen de bulmuşsun. Allah razı olsun, şimdi geldim teslim ediyor abi. 800 Tamam. dolardı. Kecha savdo qilgan bu yerda. Mana shu oq paketda puli qolib ketibdi. Ha, sanab ham ko'rmadik. Yaqinlashtirib videoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, 8 Doğru, mi? doğru. Doğru mu? Bir yarım saatlar mana shu yerda qolib ketgan ekan. Keyin ishchilar nima dedi? Qarab, hali musirga tashlab bermabdi ham. Abi, paranı kaybetme. Sağ ol. Kendini bak. Olsun, ne razı olsun. Ehtiyatla. Sağ ol abi benim. Bizlerde mana shunday. Parasını yemez. Adam verecek. Tamam abi, sağ ol, Allah razı olsun. Aziz obunachilar, bu yigit chet el fuqarosi. Turkiyaning Istanbuldan ekan. Turkchani ozmoz bilganimiz uchun gaplashdik, ancha gurung qildik. Bu yigit kechadan beri uxlolmadim deyapti. Dokumentga atalgan pul edi deyapti. Shuning uchun adelni qog'ozcha ichiga qistirib yurgan ekan. Bu yigit hamma davlatda bo'lgan, fora haydaydi. Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida Farmonov Murod buvani paxta sexiga paxta olib ketishga kelgan. Shu bizdan savdo qilib pulini qoldirgan ekan. Nima demoqchiman, shu o'zbeklarga bo'lgan ishonch va hurmati yana ham oshdi. Pullaringizda, narsalaringizda ehtiyot qilingizlar. Hammaga omad. Podpiska, laykni bostiringizlar.